39. Kun tug'di Alining o'dg'irmishqa xat yezib avatganligi aytiladi. Ali duvat qog'oz so'radi, xat yozdi. Xat bilan o'z ishining hozirligini ko'rdi. Yaratgan, tarbiya qilgan, kechirgan egam deb Xudo nomi bilan so'z boshladi. Dedi: "Men Xudoning nomini yozdim. Bu nom har turli kasalga davodir. Xudoga minglarcha ko'p hamd va sano aytamanki, uning uchun fanolik yo'qdir. U barliq jonliqlarni xolig'inicha yaratdi. U hayotlik uchun rizq beradi va tirik tutadi. U hammaga qodir, haqiqatni va qonunni yaratquchidir. Yaratgan egamning hamma xalqi kuchi yetadi. U ko'k osmonni yaratdi, kun va oyni yoritdi. Qorong'u tun, yorug' kun va sanoqliq yil oylarni yaratdi. Bu falakni yaratdi, tinmay cho'gilaydi. Xudoning hukmi taqdiri bilan oylanadi. Yaratishdan avval taqdir qazoni belgiladi. Qazoga rozi bo'l, bo'yin ey, uningga agash. Nimani xolisi qildi, nimani xolisi qiladi, nima desa bo'ldi, nima desa bo'ladi. Endi Alig'din sana salom, ko'nglimdekini aytib, esallik haqida xat yozdim, ey zerak. Tening aman esanmi, tinchlikmi? Zaman yükünü qandoq ko'tirayotisan? Sening yaxshi qiliq odatlaringni angladim. Bu zamanda sening tang tushung yo'qligini bildim. Xudo sana yaxshilik ato qildi. Bilim, fazilat, idrok va aql o'lish qildi. Ashundoq xulq mijozingni men angladim. Ey go'zal yuzlikim, seni arzu qildim. Qarindishing o'gdilmishni avatdim. Sözümni ve düşünüp bilgenlerini yetkizidi. Sen yaqin tuqqan qarindoshlarыңni tark qipsan. Shahar, kent, xalqdan yuz o'ribsan. İbadet qilish uchun o'zing yolg'iz taqqa chiqib ketibsan. Toat ibodating bak uzunga so'zilibdi. Qarindoshlar sana nima qilgan edi? Nima uchun yuz o'riding? Menga aytib ayt. Agar sana zulm zahmat yetgan bo'lsa, bu yerga kel. Bu qayg'u alamlaringni menga aytqin. Men sana kuch bilan adolat beray. Bu yerda shod-xo'ram kulib yasha. Qarindoshdan qarindoshga manfaat yo'qidi. Manfaat bilan inson lazzat oladi. Qavm qarindoshlar bilan berish kelish qilish kerak. Do'st adoshlar bilan orlishish kerak. Qayerda inoqlik, yaqinlik bo'lsa, shu ishda manfaat bo'ladi, buningga ko'ngil qo'y. Şiir tuzgichi nima deydi? Angla. İki kishi yarashsa, aman payda ko'radi. Qo'ng'ir yer yeshil suv bilan yarashqanlikdan orasidan ming xil gul chechaklar kulib echildi. Qarindosh yoki do'stlar yarashib inoq yursa, bilginki, ulardan yana qavm qarindoshlar paydo bo'ladi. Agar ibodat qilish uchun u yerga borgan bo'lsang, ibodatni shaharda qil, bu dinning yo'li. Shahar kentda muqaddas ibodat yo'li nihoyat ko'pdir. Nazar solsang, bunchalik fursat u yerda yo'q. Ibodat uchun avval ko'p bilim o'rgan. Bilimsiz turib qilgan ibodatdan foyda bo'lmaydi. Ikki turli kishi otiladi. Biri o'rgatguchi, biri o'rganguchi. Bu ikkisidan boshqasi hayvon qatoridir. Xohlasang uningga tur, xohlasang buningga. Alig'ning o'dg'irmishqa nasihati. Sen endi qaysisiga turasan, menga aytib ayt. Ikkining biri bo'l, uchinchisidan qoch. O'rganib tamoman bilimlik bo'lgan bo'lsang, emgak singdirib endi uni ishlat. Agar bilmagan bo'lsang, bilim o'rgan. Ondan ibodatga qo'l uzat. Bilim berguchi, bilim bilan toat ibodat qilguchi nima deydi? Angla. Xudoga qilinadigan ibodatga bilim bilan yaqinlashqin. Bilim davzax ishkini pechatlaydigan tamg'i bo'ladi. Bilim bilan qilingan ibodatning savobi ko'p bo'ladi. Bilimsiz ibodat qilsa, savobga erishamaydi. Bilimsizning qilgan ibodatiga qaraganda, bilimlikning uxlig'ining savobi yuqoridir. Shahar kentlarda qiladigan ibodat ko'pdir.
u yerda qilg'ining bu yerdakining yerimig'imi yetmaydi. Sening u yerdagi ibodatingning biri namozdir, yana biri ro'za tutasan ey o'g'il. U yerda buningdan boshqa nima ibodat bor? Tiling bilan so'zlab menga ko'z tibba. Sen endi zohid deb atalding. Bu ataq sana bir ibodat balası bo'ldi. Buningga sen aldangan bo'lsang, bu toatlaring bekor bo'ldi, boshqa so'zni qo'y. İbadet qilquliq, uni xalqdan yoshirg'uliq. Taat ko'p bo'lsa-mu, uni oz deb belgilik. Kishilarning yaxshisi taat ibodat qilsa, uni xalqdan yoshiradi, ishikni etib qiladi. Endi bu so'zning ma'nosi nima ekanligini angla. Bu so'zga amal qil, ey yaxshi kishi. Mard kishilar orasida o'zini yoshiradi. 100 yil ibodat qilsa-mu, uni oz deb biladi. İbadetini yoşurun qil, kishi ko'masin. Bu söz sirim idi, echib so'zladim. Bu yoqqa kel, shahar kentda ibodat qil. Har xil yaxshilikqa ishik echilsin. Xalqqa foydaliq bo'l, hojatiga yara. Qarindoshlarga bag'rini ochqin, yiqillik qil. Ko'plagan yetim yoki tullarga, yo ko'zsiz, palach, oqsoq cho'loqlarga nazar sol. Farz namozni jamoat bilan birga o'ta. Kambag'allarning haji, jum'i namozini o'qi. Halol dunyo topqin, kambag'allarga ulashtir. Kishilarning qo'lini tutqin, hozir javob yo'lanchik bo'l. Bu sanalgan xizmatlarning hammasi toatdir. Bu toat bilan hamma rohatlik bo'ladi. Bularning hammasini tashlab, o'zing yolg'iz namoz o'qib, ro'za tutding ey xushbe'il. Namaz, ro'za hammasi o'zingning foydasidir. O'z foydasini tiliguchi mehrsiz bo'ladi. Kishilarning sarxili kishiga mehribon. Kishilarning tanlang'ini shundoq degan edi. Kishilarning yaxshisi o'z foydasidan kechib, mushaqqat chekib boshqalarning foydasini ko'zlaydi. Kishi ko'yimchan bo'lishi, mehri bilan yomonlarga echinib, ularga yaxshi yo'l ko'rsatishi kerak. Tirik inson o'g'li foyda yetkazadigan bo'lishi kerak. Foyda yetkazmaydigan kishi tug'ilibli o'lgini yaxshi. Kishining yaxshisi kishiga foyda yetkazadi. Bundoq yaxshi kishi xalqning ne'matidir. Qaysi banda ibodat qilib ishongan bo'lsa, Tangrini rozi qilish yo'liga erishamidi? Sen Xudoning roziligini tilasang, musulmonlarning roziligini tila, so'zni uzartma. Xudo sening ibodatingga muhtoj emas. O'z qulluqingni ado qil, nomingning yaxshi bo'lishini tila. Kimning nomi qul bo'lsa, uning qilmishi ibodatdir. İbadet qilmaydigan qulning nomi taqliddan iborat. İbadet qil, ibodatni to'xtatma. Mana bu qulluqdir. Toat ibodatga ko'ngil qo'y va bu yo'lni mahkam tut. Bilimi kang dona nihoyat yaxshi aytgan. Buningga amal qil, ey qo'li ochiq. Toat ibodat qildim deb ko'p mag'rurlanma. Xudoga ibodat qil, ibodatlik kishi azizdir. Xudoga ibodat qil, bu sening qulluq qilganingdir. Lekin ibodat qildim deb ho'shingni yo'qotma. Ey o'dg'irmish, endi seni chaqirtsam, meni o'z foydasini ko'zlayotidi deb o'ylab qolma. Agar kelsang, foyda manfaati sana bo'ladi. Agar kelmasang, menga hech qanday ziyni yo'q. Seni xalqqa yaxshilik qilish uchun chaqirayapman. Bu yaxshilik xalqning foydasi uchundir, buni rad qilma. Men aytgan bu so'zlarga diqqat qil. To'g'ri bo'lsa, u yerdan qopib bu yerga kel. Mening bilan turg'in, menga yordam qil. Kambag'allarni mol dunyo bilan yo'lab yaxshilik qil. Bu sen uchun savobliq, men uchun yaxshi nomdir. Qodir Xudo ikkili dunyolikni bag'isidir. Meni yaxshilikqa yetakla, o'zingmi yaxshi bo'l. Kishi yaxshi ardin yaxshi yo'l topadi. Mening yaxshilik qilishim uchun sabab bo'l. Xudo senga yaxshilik ato qiladi, ey polvon. Tojik donishmini nima deydi, angla. Tojik olimlarining shuhrati yeyilgandir. Begi xalqqa ishonchlik yaxshi bo'lsa, uning foydasidan barcha xalq baxt topadi. O'zingning yaxshiligini izdama, begingning yaxshiligini izda.
Begi yaxshi bo'lsa, bu xalq uchun foydaliq. Avam yaxshi bo'lsa, bir o'zigila bo'ladi. Begi yaxshi bo'lsa, xalq yaxshi kun ko'radi. Kishi deyishidu, kishi degan kim? Kishi o'z ishi bilan boshqalarga manfaat berganlardir. Barcha inson o'g'li yaxshilikni so'yidi. Qaysi narsa yaxshi bo'lsa, shu maqtiladi. Yaxshilik xalqqa foyda yetkazish. Bu foyda bilan xalqni halovatlik qilish demakdir. Yaxshi kishi xalqqa mehribon bo'ladi. Mehribon bo'l, yaxshi odam bo'lguning shu. Xetim orqali mana bu so'zlarni so'zladim. So'zimni tugatdim va qalamni quritdim. Buningdan boshqa yana qandoq so'zim bo'lsa, qarindishing o'z tili bilan yetkazadi, ey oy yuzlikim. Xatni turib bog'ladi va ustiga tamg'i besib sunib berdi. O'gdilmish darhol qo'liga oldi. Alik aytdi: "Bog'in yana qandoq kerakli so'z bo'ladi ekan, uningga yetkaz, ey dono. Tirishqin uni mening oldimga keltir. Uningsiz oldimga quruq kamma, ey botur. Bilimli kishi nima deydi? Angla. Zerak elchini evat, so'zingni uningga topshir. Endi sana yana nima so'z topshiray? Hamma so'z o'zingda, ey ko'ngli tuz. Nima deyish kerak bo'lsa, o'z og'zing bilan so'zla. Chorasi nima bo'lsa, sen shuni qilgin." Xo'p deb o'gdilmish turib chiqdi. U shundoq yaxshi xuluq bilan tarbiyalangan edi. Etini mindi va qo'zg'ilib uyiga qarab yo'l oldi. Kelib etidan tushdi, uyiga kirdi, balveg'ini yashdi. Quyosh qayrilib yaga beshini agdi. Yo'ruq dunyoning mangzi girimsam bo'lib qizardi. Osmon kokilini töven selib, yo'ruq yuzini yopdi. Chiroyliq zulpi yuqori tövanga yeyildi. Turib tahorat oldi, xubdan namozini o'qidi. To'shak soldi, yotdi va bir oz uxladi. Cho'chib uyg'ondi va beshini ko'tardi. Tuman osmon yuzini qora rangi tusiga kirgizdi. O'rnidan turib tahorat oldi va bomdod namozini o'qidi. Duo tasbih qilib bir oz kutdi. Oq yipakdek duglak quyosh yalkisini ko'tardi. Jahon kulimsiragan ochiq yuzdek yo'ridi.